O'zbekistonda oxirgi 6 yil ichida ajrim sonlari sezilarli darajada oshgan va sababi juda oddiy deb hisoblayman. Hozirgi ayollarimiz bizni onalarimizdek yashashni xohlashmaydi, ya'ni hamma narsaga chidab, uyda jim o'tirishni. Erkaklar esa otalarimizdek yashashni xohlashadi. Oilaga yetarlicha e'tibor bermasdan, o'zini gapini o'tkazib, xohlagan ishini qilib yurib. Va ajrimda albatta ikkita tarafni ham aybi bo'ladi, lekin men ko'proq erkaklarni aybdor deb hisoblayman. Chunki ayol kishi ajrim haqida qarorni bir kunda qabul qilmaydi. Undan oldin juda ko'p o'ylanadi, chidaydi, ko'p narsaga ko'z yumadi. Erkakning nazarida esa bu boshqacha. Hamma narsa yaxshi edi-ku, birdaniga ajrashish bo'lib qoldi. Men tushunmadim deydi. Uydagi zo'ravonlik, e'tiborsizlik, mehr bermaslik esa ignor qilinadi erkak tomonidan. Ajrim yechim emas, lekin hamma narsani ham chegarasi bo'ladi. Shuni biz erkaklar unutmasak, ajrim soni kamroq bo'lardi deb hisoblayman.